Odamlar ham qizuvda, Buxoroncha manta desa Buxoroga borib yeyishyapti. Hozir men sizlarga uy sharoitida qilishni o'rgatib qo'yaman. 160 gram suvga bitta tuxum, 15 gram tuz, 10 gram yog' solib aralashtirib, 500 gram unga solib xamir qilib olamiz. Qiymasiga 800 gram go'sht, 800 gram piyozni mayda qilib to'g'rab olasizlar. 10 gramcha tuz, 1 qoshiqdan zira, kashnich, murch, 50 gram yog' solib qorib olasizlar. Tayyor xamirlarni 15 gramdan bo'lib, juva yordamida chetlarini yub qarab, o'rtasini sal qalinroq qilib yoyasiz. Mantiga qiymani solib, chiroyli qilib tugamiz va tegini yog'lab turib qasqonga terib olasiz. Obbo, esimdan chiqib qolibdi. Qo'shnilarim qurilish qilib gazni o'chirib qo'yishdi. Uydagilarga Buxorocha manta va'da qilganim uchun 1984-yilda Buxoroda asos solingan mantalarni buxoroliklar kelib, Mantichish degan brend ostida mantalar qilishyapti. Xuddi o'sha suvli, go'shtlari yumshoqini, xamirlari yupqigini shu uchun trendga chiqib ketdi-yu. Menga bo'lsa manchadan kelib manta yeyish nasib qildi. Kelib o'zingizga yoqadigan ko'k, qovoq, go'shtli mantalardan issiqini yeb ketinglar. Men uydagilar uchun ham saboy oldim. Toshkentda hozir ikkita filial ochishgan. Bittasi Qorasaroy chorrahasida bo'lsa, ikkinchisi Qatortol bozorining ichida.